Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorining ustiga avtomashinasini haydab, uni sudrab ketgan yigit qo'lga olindi va unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Joriy yilning 2-noyabr kuni soat taxminan 11:40larda Farg'ona yo'li ko'chasida harakatlanib kelayotgan Lacetti'ga safdor Otabek Mahmudov to'xtash ishorasini beradi. Haydovchi xodimning ishorasiga bo'ysunmasdan xodimning ustiga mashinasini haydab, avtomobil kapotida ilinib qolgan bo'lsa-da, harakatini davom ettirib, yo'l patrul xizmati xodimining hayoti uchun xavfli harakatlarni sodir etadi. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, haydovchi 2001-yilda tug'ilgan bo'lib, uning ushbu avtomashinasida jami 144 ta qoidabuzarlik mavjud bo'lib, shundan 38 tasi muddati o'tgan, 30 tasi majburiy ijro byurosi organlariga o'tkazilganligi, umumiy qarzdorligi 18,90,000 so'm ekanligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi shu kunning o'zidayoq qo'lga olinib, unga nisbatan hozirda Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kelgusida qonunbuzar bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Harakatni davom ettirdim. O'ng tomondagi avtoulovlar meni yo'limni to'sib to'xtatishga harakat qildi va men to'xtadim. Bu ishlar bu darajaga boradi deb o'ylamagandim. Bu ishimdan pushaymonman. Ichki ishlar xodimlari va xalqimdan kechirishlarini so'rayman. Qaytib bu ishni qilmayman. Men tengqurlarga maslahatim bu ishni qilib ko'rmanglar, yaxshi oqibatga olib kelmasligidan va kechirishlarini so'rayman. Bu ishdan pushaymonman. Ichki ishlar organlarining qonuniy talabiga bo'ysunishingizni, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishingizni va bu bilan o'zingiz va boshqalarning hayotini asrashingizni so'raymiz. Salomat bo'ling.